Assalomu alaykum yurtdoshlar, aziz odamlar. Mana bugun men shu Jalolbek klinikasida yotib davolandim. Shu boladan shifo topdim. Nima kasalliklar bilan keldingiz? Mana bu yerga yozib qo'yganmiz mana. Ikkala tizza og'rig'i, osteoartrozi ikkinchi stepen bilan kelgan ekansiz. Tizzalaringizda hozir qanaqa natijaga erishdingiz, xudo xolasa? Tizzalarimda Xudoga shukr og'riqlar qoldi. Bemalol yurayapman, o'tiryapman, turyapman. Qo'llarimda uyushlar bor edi, uyushlarim qoldi. Oshqozonlarim zarda bo'lar edi. Zarda bo'lish ham bor edi ekan, a? Hammasi yaxshi. Hozir zarda bo'lmay qo'ydingizmi umuman? Yaxshi. Yaxshiman. Bel og'riqlaringiz ham yaxshi bo'lib ketdi. Bel og'riqlarim yaxshi, grija deyishuvdi. Mana Xudoga shukr, shikdan shifo topdim. Yaxshi. Hammalaringni shu klinikaga kelib davolashlaringni talab qilaman, so'rayman. Kimda kasalliklar bo'lsa, kelinglar, shu boladan shifo topasizlar. Davleniyamiz 200 ga 100 kelgan ekan siz. Hozirda qanaqa, davleniya yaxshimi? Davleniyalarim 140 ga tushdi mana. Yaxshiman. O'zi yengil yuribsizmi axir? Yengillik bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Mana shu boladan shifo topdim men. Bolalarim shu yerda aytib, shu bolalardan boring deyishuvdi. Mana shu yerga kelib, mana Xudoga shukr. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Xursandman, rahmat. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Sizlarga ham sog' bo'ling. rivoj bersin. Tan-jonlaringiz sog' bo'lib, bolalaringizga bosh bo'lib, martabalaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Rahmat xola, rahmat. Uzoq qilsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bo'pti, rahmat. Sog' bo'linglar. Kelinglar hammalaring. Shifo topasizlar. Rahmat shu bolaga ham mana.